Qo'shni 2 oy davomida zapretini ochib berdik. Tamojinya boraverdik. Men o'zim shofyorman, adam qatlayman. Shuni hozir ochtirishlar keladilar, ochish ishlarini boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun mana mijozimiz mansuramizni zapretini ochib berdik. Bugun 14-may zapreti ochildi. Yodlaringizda bo'lsa 2 oy oldi mart oyida boshladik. Zapretini, bessrochniy zapretini ochib berdik. Bu uchun dokumentalniy ochildi. Ko'rsangizlar bo'ladi. Mansura Yetib borishimda tamojidan qaytardilar. Bessrochniy zapreting bor deb dokumentlarni berdik. Sardor bek shug'ullandilar. 2 oy mobaynida mana shu zapretni ochib berdi. Hozir hammasi уже zapretlar ochildi. Xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Qolgan syomkasi Rossiya o'tgandan keyin tashlab qo'yaman Sardor bekka. Kimda shunday zapret ochish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Adresimiz Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani. Hammaga tavsiya etaveradilar. Ishonchli ham arzon narxlarda bo'ladi. Hammangizni shu yerda kutib qolamiz. Hammaga katta rahmat.